يا الله يا الله يا الله الله Oh Allah يا الله Oh Allah الله يا رحمن يا رحيم الله الله يا غفار يا قهار الله الله يا وهاب يا رزاق الله الله يا فتاح يا عليم الله الله يا رحمن ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا لطيف الطف بنا الله يا غفور اغفر لنا يا معز اعزنا يا حفيظ احفظنا الله يا الله يا الله يا الله يا عالم بأمرنا يا مفرج لهمنا يا نور لطريقنا يا الله ندعوك بأسمائك نصلي على رسولك ونقرأ قرآنك يا الله الرقيب الوكيل الله القوي المتين بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى سواء جاري في وشيء الله سيكون صعبة الله محبة طرفين صعب طرفين وطالب بمولا وزير قدر حسنات ورسل الله برحمتك يا ارحم الراحمين. الرؤوف الرشيد الصبور يا رحمن ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا لطيف الطف بنا الله يا غفور اغفر لنا يا معز اعزنا يا حفيظ احفظنا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق
للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Rabbimizga beadad hamdu sanolarimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve salamlarımız olsun. Mübarek Şevval ayının feyzli kunlarida didorlashib turgan Rabbimizga yana cheksiz hamdlar aytamiz. Mana asosan davramizda yosh ukalarimiz qatnashyaptilar. Ummat kelajagiga Rasululloh alayhissalomni juda katta bashoratlari mana bularga amal qilsak inshaalloh dunyo va oxiratimizga manfaat bo'ladi. Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ko'rgan amallardan bittasi nikohni mustahkam qilish, erkaklarning ayollarga vafosi, erkaklarning juft aholiga bo'ladigan sadoqati, unga bo'ladigan rahm shafqati. Mana bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ko'rgan amallari hamda o'zlari ummatlarga namuna bo'lib, qanday qilib er bo'lib yashashlikni butun olamga ko'rsatib bergan zot hisoblanadi. Shuning uchun ham Alloh taolo kitobida laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dar haqiqat Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomning hayotida go'zal namunalar bor deb marhamat qilib aytib qo'ydi. Biz go'zal namunani, hayotiy ibratni aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan olamiz xolos. Bu kishining hayotlari biz uchun dastur amal. Rasululloh boshqa payg'ambarlar farqlari ummatlari uchun o'ta g'amxo'r bo'lib, qanday qilib qaysi qo'l bilan taom yeyishlikdan tortib, qanday holatda uxlashdan tortib, qaysi holatda uyg'onishlikdan tortib hamma narsani Rasululloh mukammal ummatlarga ta'lim berdi. Mana buni agar biz qiladigan bo'lsak, bu turgan bitgani ajr, turgan bitgani savob. Rasulullohga muhabbat, dini islomga ko'rsatiladigan ehtirom, odob, axloq, mo'minlarni musulmonlarni yanada jefslashligi, mo'minlarni musulmonlarni bir-biriga ahilligini ziyoda qiladi. Bizni hozirgi kundagi ko'p xatolarimizdan bittasi poydevoriga e'tibor berishlikni unutib qo'ydik. Imoratlar juda go'zal bo'lyapti-yu, poydevori mustahkam emas. Poydevor mustahkam bo'lmagandan keyin u imorat nechadir qavat bo'lishidan qat'iy nazar bir kun qulaydi. Aytilgan maqsadni hosil qilmaydi. Har bir narsani poydevori bor. Hatto daraxtda ham poydevori ildizi bor. Insonning poydevori nikohdan boshlanadi. Mana shu nikohga agar noshariy narsalar aralashadigan bo'lsa, mana poydevorda zaif bo'lishga sabab bo'ladi. Hozir yosh bolalar aqli yetadi, qurilish tushunmaydigan ayollar ham aqli yetadiki, poydevorda bu yerni ichidan kovlab, baquvvat qilib, bir qavat imorat qilsa ham baquvvat qilyapti. Ichiga armaturalar qilishyapti. Sementni misol uchun bir tonna degan bo'lsa, 1,5 tonna tashyapti. Aytilgandan ziyoda qilyapti.
quvvatroq bo'lsin deb. Biz hali ko'rmadikki, sementga aralashtirib, ohangga ham aralashtirib olganini ko'rganmiz yo'q. Yoki turpoqni ham qo'shib aralashtirib olganini ko'rganmiz yo'q. Nimaga? Bir-biri bilan reaksiyaga kirishmaydi. Bu jinsi boshqa. Bir-birini biriktirmaydi. Xuddi shuningdek gunoh bilan savob hech qachon birga bo'lmaydi. Yo unisi qoladi, yo bunisi qoladi. Ikkalasi barobar ketmaydi. Buni ham qilaveraman, buni ham qilaveraman deyishlik munofiqlik. Shuning uchun mana bu nikoh masalasida biz xatar va Xudoning g'azabini keltiradigan ishlarni qilib qo'ymaylik. Hammamizni nikohdan boshlanadi, birinchi o'rinda. Yoshlarni o'ynab yuraman, xohlagan ishimni qilaman desa, bu ham xato. Yoki otalar aytsaki, endi yoshlarni o'yiniga qarasak bo'lmaydi, endi hamma qilganini qiladi desa, bu ham xato. Bu shariatdan bozasi bor o'zi, odob axloq masalasi. Ayol birinchi o'rinda juftiga berilgan eng katta Allohning tuhfasi bo'ladi. Eng katta tuhfa nima erkak uchun desa ayol bo'ladi. Buning dalili Rasululloh alayhisalom hadislari. Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmatullohi aytdilar: "Dunya kulliha mata', khayru mata'i dunya al-mar'atu as-salihah." Sadaqa Rasululloh. Ya'ni dunyoning ichidagi hamma ne'mat Alloh taologa berilgan dunyodagi tillodan tortib nimaki bo'lsa insonlar manfaatlaydigan nima narsa bo'lsa hammasini Rasululloh alayhisalom bir so'z bilan mato deydi. Mato deganda lug'aviy ma'nosi vaqtincha foydalanish xolos. Nechadir soat foydalanas, yo nechadir yil, yo nechadir asr qabrga olib ketishning iloji yo'q. Mana shuni mato deydi. Qabrga olib ketsak ekan shu ishlar bu matolanishlar. Mato degani vaqtincha huzurlanadigan narsani arablar mato deydi. Mana shu matolarning ichida deyaptilar Rasululloh alayhisalom, dunyoning matolarining ichidagi eng Alloh uchun yaxshisi bu solih ayoldir. Dunyoni ne'mati bitta taroziga qo'yilsa, solih ayolni bitta taroziga qo'yilsa, o'sha solih ayol bosib ketadi. Dunyodagi hamma ne'matlar bosib ketadi. Mayli o'sha inson kulbada yashasin. Endi shifr ham bo'lmasin, qori ham bo'lmasin, lekin shaylada yashaydi, lekin xotini solih. Xudo hamma ne'matni qo'shib bergan bo'ladi. Faraz qiling, qasrda yashagan bilan xotin nosolih bo'lsa, qanday rohat bo'ladi? Yeyishlikda, ichishlikda rohat bo'ladi. Turgan bitgan avvaldan boshqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun dunyoning hamma ne'matlari matolarning ichidagi eng yaxshi mato bu solih ayol deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Bizni ogoh bo'ladigan narsani zo'r mashinani rangiga ishqibozimiz, rusumiga ishqibozimiz yoki bo'lmasa telefon rusumiga ishqibozimiz, hozirgi kunda zamonaviy qilib aytganda, yo imoratni proyektiga ishqibozimiz, qanday qilib qursam ekan, nima qilsam ekan, eng zo'r qulay sharoit qilish uchun hammasi ishqiboz bo'lyapti. Lekin nima uchun dunyodagi eng yaxshi narsa deb e'tirof etilgan, dunyo ne'matlarining ichidagi eng yaxshi mato bo'lgan solih ayolga talashmayapmiz. Mana bu bizning qo'pol xatomiz. Janobi Savvoriy koinot sallallohu alayhi vasallam ayollarga hech qachon xorlamaganlar, ayollarni pastga urmaganlar. Rasululloh alayhisalom ba'zi bir mingga yaqin erkaklardan solih ayolni yaxshi deb e'tirof etganlar. Aytadilarki, bitta solih ayol dedilar, g'oyri solih bo'lmagan mingta erkakdan ko'ra yaxshiroq. Mingta erkakni bir tasavvur qilaylik. Mingta erkak bitta qishloqdan chiqadi, mingta erkak. Bor, bitta qishloqdan chiqsin. Mingta mana shunday erkaklar bitta taroziga qo'yilyaptilar, lekin ular nosolih. Nosolih degani Xudoning amrini qilmaydi, shariat bilan yashamaydi. Lekin qishloqda bitta solih ayol bor. Bitta qishloq erkaklardan bitta solih ayol yaxshiroq deydi. Hadisda aytilyapti. Mana bizning urg'u beradigan masala shu.